Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizga doim nega javob yozmayapsizlar, ishlamayapsizlarmi deb so'rayapsizlar. Biz mana ish bilan bandmiz. Hozir kumush paketimizdan nabor yasaymiz. Mana akrillarimizni tayyorlab qo'yganmiz. O'sha sizlarga yengillik qilib, mana shunaqa chetlari bukilgan variantini qilamiz. Bitta joyi yopishtirilgan bo'ladi. Hozir mana shunaqa kumush paketdan yasaymiz. Zakazga bemalol murojaat qilaveringlar. Vaqtimizga qarab biz ham javob yozaveramiz. Mana hozir qizil nabor yasaymiz. Ham kumushli, kumush paketli, hamma shunaqa qizil. Mana naqshlari ham o'zgacha chiroyli variant qilib yasaymiz. Bu ham sotuvga. Xohlasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol yozaverasizlar. Yoki biza bonusimizga shunaqa klientlarimizni, brendlarni yozib, telefon nomerlarini yozib beramiz. Bu ikkita naborni shanba kuni Samarqandga va Qarshiga dostavka qilib berdik. Istoriyalarimizda videolarni ham qo'yib bordik. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, savolingizga tezroq javob olish uchun shu ekrandagi raqamlarga Telegramdan murojaat qilsanglar bo'ladi.